Bagira, bugun 28-yanvar. Uni tug'ishini kutib o'tiramiz. Ertaga 29-60 kun bo'ladi qo'shilganiga. O'zi itlar 60 kunda tug'ish kerak. Cho'ta bu qorni ham kichkina. O'zi eskitdan zoti shunaqa bo'ladi. Kam tug'adi, juda kam tug'adi. 2 ta, 3 ta, ja borsa 4 ta, tek bitta ham tug'iladi. Lekin tug'gan bolasi juda kuchli chiqadi. Va 75 kilo. Bagira yur keting. Keting. Ke. Bagira. Bagira. Chiroyli qo'ygan, g'arila daraxt. Maşallah. Nimadir? Ke. Yoki. Juda umuman gapga kirmaydigan qo'l. Ke. Yoki. Hey. Bagira. Hey. Ke. Mana yelimlari. Sokanga ham o'xshaydi. Ha, bagi. Ana, kelaymiz. Ket. Va, Bagira. Ke. Yur. Shunaqa orqamdan yuradi bir. Ket. Ke. Hey. Ne bo'ldi? Yukresam, chindan qolsam, keyin senga ham qo'shib meni haydab yuborishadi. Davay. Ke. Yur, ket. Ke, yur. Ke. Ko'chaga chiqqisi kelib qopti. $75 kilo edi. Ves 6 shekilli edi. Yo'l chiqmaymiz ko'chaga. Keting. Ke. Hey, ketaman men hozir, uy ketaman. Bagira. Bagira. Qolib qoldi. Bari. Молодец. Anchlar. İçeri ağzının içi qora bo'lsa, it juda urushqoq bo'ladi deyshadi. Shu og'zi qoralardan deb bu. Endi biz urushtirmaymiz. Qiynamaymiz, lekin buni bolalari juda kuchli bo'lgan, chempion bo'lgan. Ha, bagi. Bitta bolasi o'zimda. Tojikistondagilar $2,500 beramiz deyishdi. O'g'liga bermadi-ya bagi. Gapirishni bilmaysanlar deysanlar, gapirishni bilganda odam zotidan xafa bo'lardilar deysanlar. Yur endi, ketdik. Ke. Turadi endi mana shu uy kechikimgacha. Juda настроенияsi yaxshi. Hey. Bagi. Shu ko'chaga chiqsa-da bu, ha? Hey. Davay. Davay. Raqibni o'ldir.
O'ldir raqibni deydimi, nima deydi? Yaxki, ey, Bagiro. Bagiro. Bo'yindagini yechib qo'ysam bo'lar ekan. Aylantirgan olib chiqqanni taqaman. Tug'ib qolsa kerak, xudo xolisa. Endi yaxshi itga qo'yganman. 1,200,000 ta prosmotr bo'lgan ekan, blokka tiqib qo'yibdi. Ana qorda kayib qilish hamma bo'ladi. Mana shu o'g'ilotgan Magirani o'g'li bo'ladi. Magira. Xudo xolisa, besalomon tug'ib olsa, keyin bolalarni ham videoga chiqaramiz deb YouTube'ga qo'yamiz.